Mana do'stlar, aboyaga ham yopishtirib bo'ldik. Zalimiz tayyor. Plintuslar uriladi. Boqib, parda, bira o'sha darish ketaveradi, lyustra. Hozir ustobodan aboyni ish bilan yopishtiribdi Samarqand shahrida. O'zlaridan bitta so'ramiz hozir. Ustobo, hormang. Normal. Samarqand shahrida aboyni ish bilan yopishtiribsiz. Aboy uzunimi? Aboy o'zi bo'ladi. Aboy uzuni bo'lsa, tagi tayyor aboy uzi bo'lsa 35 mingdan 60 minggacha yopishadi. Tagi bilan bo'layotgan bo'lsa 80 ming, 85 ming. Tagi bilan deganingiz u 2 sloy shpaklovka, gruntovka bilan shkurka bo'ladi, ustidan bo'yashadi. Mana ustobolar Samarqand shahrida 2 sloy bo'lgan devorga aboyda o'zini yopishtirish 35 ming so'mdan 40 ming, 50 ming, 60 ming, 70 minggacha ekan.